Orqa parkovga kirayotganda maksimal darajada mashinani o'rtaga olib kiramiz. O'rtaga qo'ysangiz, hamma imtihon bilan bir xil bo'lgan o'lchamda bo'ladi. Mana mashinamiz o'rtaga kirib kirdi. Keyin oldi baloningizni maksimal darajada bu ana sariq palasaga yaqinroq olib borishingiz shart. Buning uchun boshingizni chiqarib qarasangiz ham bo'ladi. Buni mo'ljali boshqacha. Endi zadning olalada rulni oxirigacha ushlab turish kerak, orqaga kirayotganda. O'shanda mashina orqaga kirayotganda o'rtaga kiradi. Rulni sal qo'yib yubordilar bu kishi. Mashina ozgina o'ngga olib ketishi mumkin. Lekin shu holatda parkovka bemalol bajarsa bo'ladi. To mashinani oldi tekis bo'lguncha rul oxirigacha rul turadi. O'sha tomonga endi rul to'g'rilaydilar. Rul to'g'rilab, sekin orqaga olib kirib, mana oq chiziq ustiga qo'yishga ikkita balon. Mana ikkita balon oq chiziq ustiga qo'ydi. Endi skors bir yo'ladida chiqayotganda mana bu sariq palasani bosib qo'ymaslik kerak. Mana shu bizning o'lchamimiz imtihonlikdan bir xil bo'lgan. Bo'ldi, skors bir yo'ladi chiqib ketadi endi. Chiqayotganda mana sariq palasani bosib qo'ymaslik kerak. O'quvchilarim oldi kapot o'rgatib, oldi kapot sariq palasani yoqadi, rulni oxirigacha buradi. Mana palasani bosmay bemalol chiqib ketdi. Endi o'ngga bo'ldi. Endi svetofor kelib oldi kapot ko'rsataman. Oldi kapot palasani yoqib uradi, uraveradi.